Rossiya yaqin kungi muhim saylovlar oldidan Armanistonga bosimni kuchaytirdi. Moskva gaz narxini oshirish bilan tahdid qildi. Rossiyadan ba'zi Armaniston mahsulotlari importini cheklash uchun choralar ko'radi va mamlakatni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan to'xtatib qo'yishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Ukrainaning dron hujumlari Putinning iqtisodiy ko'rgazmasi uchun ma'yus o'rnatdi. Putin payshanba kuni Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumiga mezbonlik qilayotgan o'z ona shahriga kelmoqchi ekan. Bir kun oldin neft terminalini yoqib yuborgan Ukraina hujumi uning 4 yildan beri davom etayotgan mojaro ta'sirini minimallashtirish va uni Rossiyaning kundalik hayotiga hech qanday ta'siri yo'q uzoq voqea sifatida ko'rsatishga qaratilgan harakatlariga yana bir noqulay zarba bo'ldi. Rossiyaning Finlyandiya ko'rfazidagi ikkinchi yirik shahri yaqinidagi harbiy dengiz bazasini nishonga olgan hujum Ukrainaning qo'shnisiga chuqur zarba berish qobiliyati ortib borayotganini ta'kidladi va hatto Putin tugilgan qattiq himoyalangan shahar ham tobora zaiflashib borayotganini ko'rsatdi. Sankt-Peterburg aeroportida ko'plab reyslar kechiktirildi yoki boshqa yo'nalish. Tramp jamoasi bojlar bo'yicha yigilgan barcha $166 milliard loyihalash bo'yicha sud qaroriga qarshi kurashmoqda. Hisobot. Fevral oyida Oliy sud prezident Donald Tramp o'tgan yili raqiblarga ham, ittifoqchilarga ham qo'ygan keng qamrovli tariflarni, xususan 1977 yildagi xalqaro favqulodda iqtisodiy vakolatlar to'g'risidagi qonunga binoan yuklangan majburiyatlarni bekor qildi. Bu Trump ma'muriyatini korxonalarga tarif siyosati bo'yicha to'langan milliardlab dollarlarni qaytarish bosh o'girigi bilan qoldirdi. Biroq ma'muriyat Xalqaro savdo sudi sudyasi Richard K. Eaton tomonidan joriy yilning bahorida chiqarilgan tariflarni zudlik bilan qaytarishni talab qilgan buyrug'iga qarshilik qilmoqda, deya xabar beradi chorshanba kuni The New York Times. The Times ma'muriyatining AQSh bojxona Germaniya BMT xavfsizlik kengashi a'zoligidagi achchiq maglubda Rossiyani ayblaydi. Ukrainani qat'iy qo'llab-quvvatlaymiz. Rossiya xavfsizlik kengashida bunday ovoz bo'lishini istamaydi, dedi Vadeful va Rossiya Germaniyaga qarshi kayfiyat uyg'otgani sir emasligini aytdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashining 5 doimiy a'zosi Xitoy, Fransiya, Rossiya, Buyuk Britaniya va AQSh va on vaqtinchalik. Biz har doim ma'lum masalalarda aniq pozitsiyani egallab kelganmiz va bu barcha a'zo davlatlarga ham tegishli emas, dedi Vadeful. Yaqin Sharqdagi mojaroda Germaniya doimo Isroil uchun alohida mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi kerakligi ham qimmatga tushishi mumkin, deydi u Vadeful. Shuningdek, qisman o'z mamlakatining xavfsizlik kengashidagi 2 yillik muddat uchun poygaga kech qo'shilganini aybladi. Shimoliy Koreya yangi yadroviy quvvati inshootini ochdi va arsenalini eksponensial quvvatiga va'da berdi. Davlat matbuoti zavod ilg'or texnologiyalardan foydalanayotganini ta'kidlagan, fotosuratlar esa uranni boyitish zavodi bo'lishi mumkinligini ko'rsatmoqda.